Sizlar assalomu alaykum. Hammaga tuzum sizlar yaxshi dam oldinglarmi? Bugun xo'jayinim bilan jentralardaman. Chunki mersi o'zlari ustiga olib ketdilar. Kompyuterda bitta narsa qildirish kerak. O'shaning 3 kundan beri o'xshamayapti. Xullas, bir ikkita kommentariyalarga ko'zim tushdi. Chechenka labingizni katta qilib yoribsiz, oldin yaxshi edi, labingiz yarashmabdi deb yozgan kommentariyalarga ko'zim tushdi. Qizlar, men labimni qildirmayotganimga adashmasam 3 yil bo'ldi shekilli. Oxirgi marta shu Mustafoga homiladorligimda qildiruvdim. 3 yildan beri men labimni qildirmayman. Borib yuzimga narsalar qilsam ham, boshqa qilsam ham labimga tekkanim yo'q, chunki labim o'zi shunaqa katta, ichida qisman darajada geli bor, lekin tegi o'zi katta labimmi. Nimaga labim sizlarga katta ko'rinyapti? Chunki tishlarimni qo'ydirdim. Vremenka bo'lsa ham ikkita yonda yo'q edi. O'rta ikkita tish ozgina oldinga chiqqan, shunaqa qilib yasab berdilar. O'shaning uchun sizlarga labim shunaqa katta tuyulayotgan bo'lishi mumkin. Endi qizlar ahamiyat berayotgan bo'lsanglar, gapirganimda faqatgina meni past tishlarim ko'rinadi. Tepa tishim ko'rinmaydi. Oxirigacha kulsam, ana ko'rinyapti, yeli. Tish doktoriga aytdim, "Oki, bu nima qilsa bo'ladi? Tishlarimni shuncha qildiryapman, lekin gapirganimda ko'rinmayapti" desam, aytdilarki, hozir bu vremenka, постоянный tishlaringni qo'yib olaylik, keyin borib kosmetologingga labingni eritasan. O'sha ichida qancha gel qolgan bo'lsa ham, o'shalarni polni eritib tashlaysan, уже senga labingni gel bilan katta qilish shart emas. Chunki достаточно o'zingni labingni ham katta deb olsan, undan tashqari qo'yayotgan tishimizning formasi ham labingni katta ko'rsatadi, ya'ni bu yoqqa itarib turadi deb shunaqa dedilar. Endi men hozir bu vremenka men borib labimni ham eritib kela olmayman. Xudo xolasa bir 10 kundan keyin постоянный venerlarim qo'yganimdan keyin, tishlarim qo'yganimdan keyin borib labimni eritib kelaman. O'shaning uchun qizlar menga bunaqa gap yozmanglar. Mana shu yozayotgan qizlar, sizlar soxta insonlarni, qilingan, hamma joyini qilib tashlagan insonlarni menimcha hayotda ko'rmagansizlar shekilli. Men juda ham bunaqaligi ko'p duch kelaman. Qovog'ini men bu tishiram, qoshini yo usti shiram ko'tarilgan, yo tegidan mana bunaqa tikib qo'yilgan shiram, basharasini mamutiga tortilgan shiram, qulog'ini mamutlariga orqalari kesilgan shiram, yosh qizlar ham uje qilib tashyapti. Chumaslam shiram bo'lib yotibdi-da, yuzlariga har balo qo'rganda uje yuzi cho'tir bo'lib ketganda. Nima xolislar meni yuzimdan? Qoshimni ichildan beri qildirmayapman. Rastushovka gunoh ekan, o'chirtirishim kerak, o'zi ketib qolar deb teganim yo'q. Faqat kipriy o'layman, labimni to'g'ri 3 yil oldin qildirganman. Burnim o'zimniki, mamutimga gel qilib chiqarib olmaganman. Ileshi meni mamutlarimga gel emas, o'zimni suyagim. Nima xolislar? Mendan tabiiy qiziqatdan topasizlar, tavba qildim. Sizlar ko'ringlar-da oldin, ki menga shunaqa gap yozinglar, notabiiy deb.